Umaqsavdoshlar, bugungi hikoyamiz g'iybat har ikki tarafni o'sal qiladi. Burungi zamonda satirash, tuzchi va suvchidan iborat 3 do'st pul tepish uchun o'z yurtidan ayrilib, boshqa bir shaharga beribdi va o'z mahoratlarini ko'rsatishib, qisqa vaqt ichida biyib xalq orasida yuz obro'y tepibdi. Uzoq o'tmay, ular orasida bir-biriga ko'yinmaslik, bir-birini kamsitish, haqoratlaydigan qilmishlar yuz beribdi. Masjid, restalardek odam ko'p to'plashgan joylarda bir-birini kamsitib, inovatlarni to'kishga boshlabdi. Satirash, tuzchi bilan suvchi o'z yurtiga sig'magan eski odamlar edi. Kun ololmay, birisi suv to'shib, bir kunlik osh-ozuqini aron topatdi. Tuzchi tog'dan tuz to'shib kelib, jon boqadigan kunlikchi madkor edi. Endi sizlarning shahronglarga kelib terilib qoldi, deb ig'vo tarqatibdi. Tuzchi bilan suvchi Satirash o'z yurtida hamisham tozning bishiga solgan usturini soqning bishiga silib, osh, non, o'rniga tayoq to'qmoq tepib yeydi. Mana bu shaharga kelib odam bo'lib qoldi, debdi. Ular mushundoq o'zaro bir-birining ustidan fitna fasod to'qib tarqitib, bu shahardagi xalqning nazaridan tushib ketibdi. Kunlarning o'tishi bilan Satirashning do'koniga hech kishi kirmaydigan, suvchiga suv to'shitmaydigan, tuzchidan tuz olmaydigan bo'ldi. Shuning bilan ular yana kambag'allashib, kun olmoqqa tas bo'ldi. Ular bu shaharga turishga amalsiz qilib, boshqa shaharga beribdi va o'tgangi savalliklari o'zaro so'zlashib, bir-biridan afu so'rab, bir-birini hurmatlabdi. Jamoat so'rinlarda bir-birini to'rga taklif qilibdi va o'zaro yaxshi ta'riflarni kishilarga so'zlabdi. Tuzchi suvchini maqtab, bu kishining suyini ichganlar odam ajoyib huzurlanadi. To'shigan suvlari tomoqqa tam kirgizadi, jonga rohat beg'ishlaydi, debdi. Suvchimi, tuzchimi? Bu kishining tuzini yegan odamning har qanday kasali bo'lsa chiqib ketadi. Shahrimizda bek obro'li zot edi, deb ta'riflabdi. Satirashni bu kishining qo'li shifoliq edi. Hamisha podshoh bilan vazirning chuchini oladi. Bu kishining qo'li tekkan har qanday tosqonlar darhol saqayib ketadi, debdi. Shuning bilan bu shahardagi xalq mushu 3 musofirning suyidan boshqa kishining suyini ichmaydigan, tuzidan boshqa tuzni sotib olmaydigan, boshqa satirashga choch oldirmaydigan bo'pti va uchaylan boshqadan pul tepib yeb obro'li kishilarga aylanibdi. Hikmat: sening birovning g'iybatini qilganing mohiyatda o'zingning abdi basharangni oshkorlaganliging bo'lib hisoblanadi. Yakan xalq cho'chaklari